Xonimlar va janoblar, bugun ushbu texnika bilan tanishamiz. Birinchi navbatda dizayniga e'tibor beramiz. Qurilma qora rangda bo'lib, mustahkam zakalonli stiklodan ishlab chiqarilgan. Bu model 2000 Watt quvvatda ishlaydi. Bu degani ertalab ishga yoki o'qishga shoshayotgan paytda juda qulay. Boshqaruv sensorli. Oddiy tugmalar emas, sensorli panel orqali ishlaydi. Qurilmada 5 ta avtomatik dastur mavjud. Ya'ni siz har safar haroratni o'ylab o'tirmaysiz. Kerakli rejimni tanlaysiz va qurilma o'zi optimal haroratda ishlaydi. Eng qiziq funksiyalaridan biri 180 gradusgacha ochilishi. Shu sabab uni oddiy grill sifatida ham ishlatishingiz mumkin. Masalan, go'sht, tost, sabzavot yoki boshqa mahsulotlarni bir vaqtning o'zida katta yuzada tayyorlash mumkin. Yana bir foydali jihati, yuqori va pastki qizdirish elementlarini alohida sozlash imkoni bor. Taomni aynan o'zingiz xohlagan darajada pishirishga yordam beradi. Maksimal harorati 230 gradusgacha yetadi. Shu sabab vafli tashqi tomondan chiroyli qarsildoq, ichidan esa yumshoq chiqadi. Komplekt ichida 2 ta nasadka, yog' yig'uvchi paddon, foydalanish qo'llanmasi va servis kitobchasi mavjud. Rasmiy kafolati esa 12 oy. Agar sizga bir qurilmada ham grill, ham vafelnitsa funksiyasi kerak bo'lsa, Hoffmanning ushbu texnikasi juda yaxshi variant bo'la oladi. Zamonaviy dizayn, kuchli quvvat va qulay funksiyalar barchasi bir joyda. Ushbu modelimizni xarid qilishni xohlasangiz, pastdagi raqamlarga yoki Hoffman filiallariga murojaat qilishingiz mumkin.